Fera Qorabozor tumanida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazmoqdamiz. Men Turon bankda biriktirilgan mahalla bankiriman. Bizning Turon bankimizda 3 xil mahalla bo'yicha 3 xil kredit mahsulotlarimiz bor. Biznesga bir qadam, mahalla loyihasi va mahalla biznesi degan kreditlarimiz bor. Shularni aytib o'tadigan bo'lsam, mahalla loyihasi kredit mahsulotimiz bor. Bu 4 yil muddatga beriladi. Yillik 25% bilan. Plastik kartangizga tashlab beriladi. 50 milliongacha, 25 million, 30 million, 50 milliongacha maksimalni beramiz bitta fuqaroga o'zingiz band qilish qilib, biron tadbirkorlik yo'nalishida ajratiladi. Biznesga bir qadam kiritimiz 17 million edi. Oldin hozir u ham 25 million bo'ldi. 25 million bo'ldi. Bu ham summasi oshdi. 3 yil muddatga beriladi u. Front kafillik yoki sug'urta asosida ajratiladi. Yana yangi kredit mahsuloti mahalla biznesi degan krediti bu ham 50 milliongacha beriladi. Buni imtiyozi yarmiga sug'urta, yarmiga kafillik ham shaxsi yetmasa, fuqaroni kafillik odamni sug'urtalashini ham qilish mumkin. Buning uchun sizlar tomonidan o'zingiz band qilish qilinadi va mahallaga bizga murojaat qilinadi.